Ayolni o'ziga bo'lgan asl sevgisi bu nima? Biz ko'p hollarda o'ylaymizki, ayolni o'ziga bo'lgan sevgisi qachonki u o'ziga sovg'alar bera olganida, o'ziga yangi kiyimlar bera olganida, sayohatlar sovg'a qila olganida, o'ziga nimalarnidir ravo ko'ra olganida, demak mana shu ayol o'zini haqiqatdan ham sevadi deb o'ylaymiz. Ayol o'ziga bo'lgan sevgisi to'g'ri nimalarnidir ravo ko'rishda, o'ziga sovg'alar bera olishda, o'ziga o'zi qalbi xohlayotgan xohishlarini amalga oshirish ham ayolni o'ziga bo'lgan sevgisiga kiradi, lekin bu faqatgina tashqi sabablar. Lekin ayol o'zini sevishi bu ichki tarafdan qanaqa bo'ladi? Qachonki ayol o'zini ayolligidan, ayol bo'lib dunyoga kelganidan faxrlana olganida, o'zini ayolligidan zavqlana olganida, ayol bo'lib dunyoga kelgani uchun minnatdor bo'la olganida, ota-onasidan, Allohdan uni qiz bola qilib yaratgani uchun minnatdor bo'la olganida, erkak bo'lishni orzu qilmaganida, qachonki o'g'il bola bo'lib tug'ilsam bo'lmasmidi degan orzulari bo'lmaganida, ayol bo'lib tug'ilganligi uni baxti ekanligini anglaganida, ayollikni baxtini his qilib yasha olishi bu haqiqiy ayolni o'ziga bo'lgan sevgisi hisoblanadi.